Ana, dadam yaxşı narsalarning hammani yeb oldi. Xotin, men seni, o'g'limni, ya'ni mushu oyini deb yeyapman. Go'shtning hammasini yeb elib, yana silidan to'g'rimi? Albatta, men go'sht yeganda kuchlik bo'laman. Ondan Nasriddinni yengalayman. Shunday bo'lganda uyimizga haqsiz yillikchidan birini akilalaymiz-da. Ajab aqlli gaplar. O'g'lim gap anglasa altiribsan, o'xshirib beraman. Nim qilyapsan? Mashq qilyapman. Bu yoqqa kel. Men sen qanday mashq qilishni o'rgatib qo'yay. Yo'q, men butun osmon qilib tik turishni mashq qilsam da bo'ldi. Putoni osmon qilib tik tursang kuchni oshirg'ili bo'lmasa. Nasirda, sen mashq qilmasang boyga yillikchi bo'lib qolasan. Bugun sizlar qanday musobaqalashmoqchi? Hurmatli Qodir mollam, bu qitim mening dinim hisob bo'lsin. Ig'irlik ko'tarishdan musobaqalashaylik. Nasriddin aka, sen rasul o'sha toshni ko'tara olamsan? Nasriddin, meningcha baslashmasang bo'larmikin? Yo'q. Meningcha menga nisbatan bu tosh pek yinnikkan. Ishonmasizlar, ko'tirish baqandoq. Qarsizlar, bu tugman teshi bu tosh qulupdan xeyli ig'ir. Men uni beshimning ustiga chiqara olmayman. Men avval ko'tarib baqay, ko'tarib baqay. Bu tugman teshi ig'irmikan? Sizlar boshlarini ustlariga chiqara olamdilar. Endi mening karomatimni ko'rsla. Mushunda qism bo'lamdi. Tugman teshi mening beshimning ustida turgandi. Pek yaxshi oldu. Mushunda qism bo'lamdi. Mushuma hisobmi? Mushuma hisobmi? Tugman teshi Nasriddinning beshining ustida turmamdi. Mushi hisob bo'lsa, men yarnima beshimning ustiga chiqara olayman. Qarab tursizlar. Bayxo'jam, qanday his qilyapsizlar? Nasriddin, shuliqmi, hisob emas. Ko'pchilikning hammasi ko'rdi, tugman teshini beshimning ustiga chiqara oladimi-ku? Bu hisob emas, qaytadan musobaqa qilishimiz. Bayxo'jam, bayisizlar yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman degan tilig'i. Qaytadan musobaqa qilish baqamizlar. Qaytadan musobaqa qilishaylik. Bir narsa etishtir musobaqa qilish baqaylik. Kim jiroqqa ota olaydi ekan? Unda bo'lsa gapimiz gap, ha? Nima otadiganimizni men bekitaman, ha? Nasriddin, nimani etishni o'ylab qo'ydingmi? Ha? O'ylashyapman-ku mana. Nasriddin aka, bu niyigina kichik bo'lib musobaqada tutib olasan. Bularni yemasam bo'ladi. Gulnor,
Siz avar bo'lmasangiz bo'ladi. Men amal topdim. Musobaqaning boshlanganligini jakalayman. Nasriddin, nima etishdan musobaqa qilishimiz? Ha? Ha, meningcha biz buni ataylik. Tamni kayniga atalsak yengam bo'lamiz. Bu gullarning qo'lyog'liqi. Nasriddin Gullardan qo'lyog'ini olgan chog'da sen bor eding-ku. U yeydiganingni qo'yda tursa, boshqa ishlarni o'ylaydigan nadikichi olasiz? Mushu nima? To'g'ri? Mushuni. Nasriddin endi menga yillik job ishlashni o'ylashib qo'ygan. Bayxo'jam, barliq kuchlarini ishga sasla, ha? Xotirjam bo'l, hargizmi bo'ldi qilib atmayman. Sen meni ishga betirdingmi? Zo'rliq kuchi ishlatishga bo'lmaydi. Voy, siz emas, men yana bir qidim etib boqay. Qancha qidim asli bo'laverdi, ha? Nasriddin, buni tamning kayniga yetish mumkin emaskan. Bayxo'jam, sizlarning kuchlar yetmadi. Yuvashlik bilan ixra bo'lsizlar. Undaqda sen bir etib baqa, men ko'rib baqay. Chataq yo'q. Obdan ko'ryapsizlar, ha? Nasriddin, qo'rqdingmi? Ha? Men kuchlik bo'lgandan keyin yirg'aroq turishim kerak. Bu hesap emas. Qayta musobaqa qilishey. Bo'ladi. Bayxo'jam ushuqlik qilmasalar. Nasriddin, seni hargiz bosh qo'ymayman.